Kayfiyatingizni ko'taruvchi va mitti bolalarni dunyosini o'rganuvchi mittilar ko'rsatuvi yana efirda. Assalomu alaykum. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Agar farzandingiz sog'lom rivojlanishni istasangiz, unda Numa Kids vitaminlarini tanlang. Biz boshladik. Shippak nima degan? Shippak? Pishak. Pishak nima degan? Pishak. Chunki pishakka yomon narsa bersangiz, u tishlab oladi. Nima u pishak o'zi? Pishakmi? Qanaqa ovoz chiqaradi pishak? Miyav. Mushukmi? Qoyil. Pashmak nima degan? Pashi. Marojniy. Marojniy. Pishak nima degan? Pishak mushuk. Firdavs, burningizni oldida kimdir sharaq etib eshikni yopib qo'ysa, nima qilasiz? Tiymaysan, odamlar-ku deyman. Tasavvur qiling, kimdir eshikni burningizni oldida qars etib yopib qo'ydi, nima qilasiz? Boshqa eshikdan ochaman. Barakalla. Oriydi keyin nima qilding deb urush beraman. Qochib ketsa-chi? Qochib ketsa, boshqa yo'ldan borib tutib olaman. Barakalla. Yaxshi bo'lamiz. Keyinchi. Keyin esa zar topolmaydi. Yig'lamaymiz. Yig'lamasdan eshikni ochib olaman. Kim qattimi eshikni yopsa, o'shanidan o'zini uyga turg'izamiz-da, keyin eshikni yopamiz, dindillatib, eshikni kimdir ochsa, o'shanda bitta o'zini burniga uramiz. Tasavvur qiling, issiq kartoshkani yeb qo'ydingiz-da, og'zingizda kuyyapti. O'shani ko'rsatib bering. Issiq bo'ladi. Yutqazib ko'rsatib beramadingiz. Oling bittasi. Buni ham yaxshi ko'raman. Qanaqa qilib? Shunaqa qilib kartoshka yeyapsiz-da, og'zingiz kuyyapti. O'sha holatni ko'rsatib bering. Ko'rsatolmayman. Ko'rsata olmaysizmi? Yutqazdingiz unda. Oling bittasini. Tasavvur qiling, Muhammadjon. Kartoshka yeb o'tiribsiz-da. Kartoshka issiq ekanda, o'sha og'zingizda kuyyapti. O'shani ko'rsatib bering. Shunaqa kuyadimi? Oling bittasi. Qoyil barakalla. Sabrning tagi oltin nima degani? Sabrning tagi oltin. Sabzi. Sabzini nima qilishadi? Sabzini yeydi. Oltinchi tash. Oltinchi tash. Sabr tagimi? Oltinchi tashda yashaydimi? Sabr nima degani o'zi? Sabrmi? Jim o'tir. Qo'y. Cho'ntakka nima solsa bo'ladi, Firdavs? 100 ta konfet. Bo'ldi. 100 ta? Konfet? Kecha men konfet soldim 100. 100 tami? Nima qildingiz keyin uni? Nasıl qilib yeb oldim? Nega menga olib kelmadingiz? Usmon xolodilnikda paytda Usmon ko'rib qoldi-da, hammasini yeb qo'ydi. Usmon kim, ukangizmi? Ikkalamiz yeb qo'ydik. Nega menga bitta dona olib kelmadinglar? Bilmay qolibsiz, kallamiz ishlamoq qolib. Meni ismim nima o'zi? Ruxsan opa. Kichkina narsa. Nima masalan? Paket solsa bo'ladi, zakuka solsa bo'ladi, qishtirgich solsa bo'ladi. Tasavvur qiling, oyingiz nonga pul berdilar-da, siz cho'ntagingizga sovg'a oldingiz. Keyin cho'ntagingiz teshik ekanda, pulingiz tushib qoldi. Nima qilasiz? Shunda yana oyim boshqa pul beradi. Oyingiz ushmaydimi? Yo'q. Qoyil barakalla. Cho'ntakka pul soladi. Pul solsa bo'ladi. Ancha. Tasavvur qilinglar, sizlar mana cho'ntagingizga pul soldinglar-da, oyinglar pul berdi. Do'konga chiqqanda ikkita non olib kelib pul berdi. Cho'ntaginglar teshilib qolibdi-da, pulinglar yo'qolib qoldi. Nima qilasizlar? Keyin orqaga qaytib o'shani pulni olib tushib qolgan joydan anaqa olib. Keyin olib magazinga borib olib kelaman. Topolmasangiz-chi pulni? Pul topolmasak, oyimlarga aytaman. Manadan pul beradilar, no yaxshilar manadan. Shanchini madamdan so'rab olib kelaman. Oyingiz urishmasliklari uchun. Kartalar. Kartalarni. Qanaqa kartalar? Pul to'lagishdi.
Pul to'lagich, qoyil. Tasavvur qiling, shunaqa pul to'lagich kartani cho'ntagingizga soldingiz. Oyingiz sizga non olib kel dedilar. Ketayotganingizda cho'ntagingiz teshik ekan, karta tushib qolibdi. Nima qilasiz? Yangi kurtka olamiz. Yangi kurtka olasiz? Ha, kartani nima qilasiz? Yo'qoldi-yu. Yo'qolgan bo'lsa topib olamiz. Hamma joyga. Tasavvur qilinglar, oyinglar nonga pul berdilar-da, cho'ntagingizga soldinglar-da, u tushib qoldi. Nima qilasizlar? Men cho'ntagimga solmayman. Men ham cho'ntagimga solmayman. Qayerga solasiz? Cho'ntagimga solaman. Tushib qoldi u, teshilib cho'nchagingiz. Nima qilasiz? Qidirib yuradi. Keyinchi? Keyin topolmasa, oyisi pulimni yo'qotib qo'ydim desa, oyisi ushmasdan yana pul beradi, keyin qo'li go'shab borib kelaveradi. Qizil rangli 7 ta narsani ayting. Sariq. Yo'q, qizil rangli nima bor? Masalan, gul, qizil rang, yana Keyin olma. olma, barakalla, keyin Hozir to'xtab turing, buni bermang. Hozir o'zim tanlab olaman. Pazarni, pajarniy, xo'p, yaxshi. o't o'tiruvchini anaqasi, Qanaqasi? mana yondiradigan anaqasi bor-ku. Slankasimi? Ha. Ha, bo'pti, xo'p, mayli, ha. Slankasi, Yana keyin qizil baliq. qizil baliq, yana 2 ta qoldi. Hozir to'xtab turing. Hozir topib olaman. Siz yaxshi ko'rasiz narsani yeyishimda, shakarga botirib yesa ham bo'ladi. Kichkina bunaqa bola. Ustiga Klubnika. Klubnika to'ppa-to'g'ri, yana bitta qoldi. 1 Qaysi edi yana qizil? 2 3 4 ko'rsatyapman sizga. Ko'ylak. Ko'ylak, to'ppa-to'g'ri, barakalla. Qizil rangli gul. Gul, Lola. lola, xo'p. Pomada. Pomada, Ko'zga suradigan narsa. ko'zga suradigan ten, xo'p. Keyin qalam. Qalam, Ruchka. ruchka, Keyin lola gul. lola gullettis, Lola kraska. lola kraska. Shunaqasi ham bormi? Yo'q, qizil kraska. Qizil kraska, barakalla, qoyil. Masalan, pomidor, yana Olma, olma, yogurt, yogurt, to'g'ri, klubnika, qulupnay, to'g'ri, sirop, klubnichni. sirop klubnichniy. Ha, Ichidagi qizili ko'rinmasa kerak-ku ishlaganda. ko'riladi. Bo'pti, mayli. Sirop klubnichniy, hop. 1 2 Qizil yogurt. Etdiz uni, yogurt etdiz. Qizil bunaqa. Bo'pti, fani vitamini, hop. Yana 4 va bitta qoldi-ya. Va 5 yutqaziz. Oling bittasini. Bolgarskiy, Bolgarskiy, hop. qalampir, Barakalla. Gilos, qoyil. Olcha. Olcha, qoyil. Kolbasa. Yo'q, kolbasa unga kirmaydi. 3 ta qoldi. Gul, barakalla. 1 qo'yni. 2 Sizlar yaxshi ko'rasizlar bu narsani, rosta. 3 shirin bo'ladi, unda shakarga botirib yeyishadi. 4 5 qulupnay. Qizil qul. Oling bittasini. Qizil rangli. Nima bor? Chiroq. Chiroq? Chiroq oq-ku. Oq-ku. Ha? Qizil chiroqni ham ko'ryaman. Bo'pti, qizil chiroq. Ha, svetoforlarda bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Men ko'rganman qizil chiroq. Svetoforda. Qizil rangli nimalar bor yana? Ko'p narsalar bor. Nimada? Daraxt. Voy, daraxt. Daraxt boshqalardi. 1 Nimada? 2 Uzunmas. 3 4 5 yutqazdingiz. Oling bittasini. Nimaga odamlar qilishadi? Unda uyqusi keladi. Keyin uxlaydi. Uyda eng kech kim uxlaydi? O'zim Nimaga? televizor ko'rib yotaman, uxlab qolaman eng kechida. Kechgacha televizor ko'rasizmi? Keyin ertalab tura olmay qiynalasiz-a? Maktabga borasizmi, bog'chaga? Bog'chaga.
Uxlashdi. Uxlashchi. Uyqusi kelganda qiladi. Hmm. A nimaga? Uyqusi kelganda apshay qilmaydi. Og'rib qolsa abchuqlar. Nima qiladi? Og'rib qolsa abchuqlar. Ha, og'rib qolsa apshu qiladi. Chunki charchab qolishadi. Charchasa shunaqa qiladimi? Uxlaysiz keladi. Mhm. Uxlashib keladi. Uxlashib keladi. Juda ham yaxshi. Firdavs, xolodilnik ichida, muzlatgich ichida nima bo'lishi kerak? Hotlanch bor, hot-dog bor, sous bor, keyinchi sut bor, kofe bor, da. Nima yo'q xolodilnikingizda? Bitta sariq yo'q. Keyinchi non yo'q. Nega? Bo'ldi, ikkitasi yo'q-da. Nega? O'zi qornim to'ydira olmayapman-da. Suv ichib, hot-dog yeb, hotlanch yeb. Qorningizni to'ydira olmayapsiz-da lekin. Ha, keyin sariq yegim kelsa, sariq yo'q deb unjiqladim. Muzlatgichda, xolodilnikda nima bo'lishi kerak, Marjonim? Sir, tort bo'ladi. Yana Keyin muz, konfet, sarbat bo'ladi. Nima bo'lishi kerak emas muzlatgichda? Anaqa kerak emas, tort kerak emas. Nimaga? Chunki u shirin, shirali. Tort ko'p yesa nima bo'ladi? Tomog'i zorib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun kamroq yeyish kerak. Iloji boricha yemaslik kerak, to'g'rimi? Muhammadjon, mana xolodilnikda, muzlatgichda nimalar bo'lishi kerak? Yogurt, muzqaymoq, sok, svet. Ha, svet, to'g'ri. Xolodilnik ichida chiroq bo'lishi kerak. Xo'p. Nima bo'lishi kerak emas xolodilnik ichida, muzlatgich ichida? Issiq suv. Issiq suv, to'ppa-to'g'ri. Muzlatgich buziladi, to'g'rimi? Qoyil. Sizni muzlatgichingizda nima bor? Muzday suv, Ha. yogurt, mandarin, Yo'q, qoyil. salat, bo'ldi. Ko'p foydali narsalar bor ekanda. Qoyil, barakalla. Go'sht. Go'sht. Keyin suv ham qotib qoladi. Qatiq, Keyin sut, kolbasa, sosiska. sosiska. A nimalar bo'lishi kerak emas xolodilnikda? Xolodilnikda O't. O't, Keyin shakar, shakar, qoyil, gul, qoyil, chiroq, rasm, telefon, odam. telefon, Odam. odam, Ovqatlar. ovqat, yana Pomidor. pomidor, yana Bodring. bodring, yana Go'sht. yana Piyoz. yana Balkonda esa piyoz bo'ladi. qayerda? Balkonda piyoz bo'ladi. Xo'p, yana xolodilnikda, muzlatgichda nima bo'lishi kerak emas? Pomidor achsa, muzga tashlaymiz-da, bog'da olib kelamiz magazinga. Juda ham yaxshi. Farzandingizni ishtahasi yo'q bo'lsa, unda Jeki probiotika sizga yordam beradi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Numa Kids savdo belgisi. Mittilar ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Agar siz farzandingizni mittilar ko'rsatuvida ko'rishni istasangiz, unda quyidagi raqamlar yoki internet tarmoqlari orqali murojaat qiling. Xayr, salomat bo'ling.